Bu bolachamiz 9 yoshda o'zi 3 marotaba o'sha Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrida bosh miyasidan operatsiya bo'lgan. Afsuski, har bir operatsiyada o'simtani ozgina qismi, bir bo'lakchasi biopsiya qilingan xolos. Katta hajmda olishni imkoni bo'lmagan. Nima sabab bo'lgan bunga biz bilmaymiz. Bu haqda qanaqadir ortiqcha ma'lumotlar bera olmayman. Lekin men bemorda MRTlarini o'rganganimda va bemorda ota-onasi bilan suhbatlashganimda shu narsani aniqlaganman. Bemor 2025-yil 8-yanvarda birinchi operatsiyani o'tkazadi. Birinchi operatsiyani o'tkazgandan keyin menda MRTni, o'sha operatsiyadan oldingi MRTni ko'ryapman va operatsiyadan keyingi MRTni ko'ryapman. O'simta hajmida o'zgarish yo'q. Deyarli olinmaganda bemorda ota-onasi aytayaptiki, demak bu o'simtani 8-yanvarda operatsiya bo'ldi, 25-yil deyapti va keyin yana 17-yanvarda yana operatsiya qildi. Nimaga desa, haligi o'simtadan namuna oluvdik-ku deyapti. O'sha yaxshi chiqibdi. Shifokorlar yo'q, bo'lishi mumkin emas, bu xavfli o'simta edi deb yana qaytadan biopsiya olgan va biopsiyada 3-darajali xavfli miya o'simtasi chiqqan. O'simtadan faqat biopsiya olingan. Keyin avgust oyiga borib, o'rtada may oylarida nur terapiyasini boshlagan bo'lsa, avgust oylariga borib yana bemorda tutqanoq xurujlari, sudragi, tili orqaga ketib, hushidan ketib, qo'l-oyoqlar tortishi, mana shunaqa sudragi sindromi paydo bo'lgan va sentyabr oyini adashmasam 9-sentyabrdami, 6-sentyabrdami Moskvadan ham neyroxirurg chaqirishgan va Qirg'izistonda Bishkekda 3-operatsiyani o'tkazishgan. 3-operatsiyadan keyingi MRTni ham ko'ryapman. O'simta deyarli olinmagan. Bemorda ota-onasidan so'rayapman-da, nimaga bunaqa holat? Bizga neyroxirurglar tushuntirishdiki, o'simta juda ham katta. Buni birdan hammasini olib tashlasak, bola ko'tara olmaydi. O'zi shunaqa qisman olish kerak o'zi shunaqa deb tushuntirishdi deb aytdi. Endi bizlar bu yerda ortiqcha kommentariy bera olmaymiz, chunki bizlar xirurgmiz, jarrohlik amaliyotida har qanday hodisa bo'lishi mumkin va o'sha bolacha bizga milliy tibbiyot markaziga keldi. Biz jamoamiz bilan suhbatlashgan holda o'simtani o'sha chap peshona bo'lagida old qismlarida joylashganligi uchun bu yerda asosan xavf-xatar bor edi. Nima? Bemorda kognitiv buzilishlar bo'lishi mumkin edi. Ya'ni bu qanday? O'sha fikrlash, aqliy qobiliyat, ruhiyat buzilishlari, hattoki gapirish qobiliyatini ham yo'qotishi mumkin edi bemor. Biz bu holatlarni barchasini hisobga oldik. Lekin o'sha prefrontal korteksda juda ham oldinroqda bo'lgani uchun biz o'yladik, balkim mana shu yuqoridagi asoratlar kuzatilmasligi mumkin. Lekin bu operatsiyani vaqtida aniq bo'ladi. Va bizlar bemorda ota-onasi bilan gaplashgan holimizda bemorni operatsiyaga oldik va operatsiya vaqtida o'sha avvalgi operatsiyalarda bosh suyagini katta qismi olib tashlangan, o'rnida juda ham chandiqli jarayonlar bo'lgan. Miya pardasi deyarli sog'lom emas edi. Bizlar maksimum ochib, o'sha o'zimizda operatsionimizdagi texnologiyalardan foydalangan holda o'simtani olib tashladik. MRT qilsak, где-то 1% ga yaqin qismi qolib ketgan ekanda. Ya'ni 99% biz o'simtani olib tashladik. O'sha 4-darajali xavfli o'simta chiqdi, glioblastoma. Ota-onasiga tushuntirdik. Operatsiyadan keyin bemorimizda biroz operatsiyadan keyingi temperatura reaksiyalari, holsizliklar kuzatildi. Qo'shimcha parenteral oziqlantirishga o'tdik. Oqsil, glyukoza preparatlari, vitaminlar berdik. Ya'ni ishtahani ochiruvchi vitamin C. Endi B guruhi vitaminlari biz bilamiz, bu xavfli o'simtalarda mumkin emas. Shundan keyin sekin-sekin bemorimiz yaxshi bo'ldi va operatsiyadan keyingi 3-4-kunga kelib bemorimizni o'zi oyoqqa turg'izib, bemorimiz yura boshladi va uyiga o'z oyoqlari bilan Bishkekka ketdi. Bu holat bilan biz aytmoqchimiz emasmiz, bemor butunlay o'simtadan qutuldi. Yo'q, biz 99% ni olib tashladik. 1% endi yana nur terapiyasi yoki ximiyoterapiya bilan davolash kerak bo'ladi. Va bu holatda prognozini o'sha davolovchi maskan va dori vositalarini ta'siriga qarab farq qilishi mumkin. Bizlar barcha shifokorlar o'sha bolacha va oilasiga mustahkam sog'lik, salomatlik tilaymiz va kelajakda o'sha bolani hozir 9 yoshda bo'lsa, ishonasizmi?
Milliy tibbiyot markaziga kirib, doktor Habib, "Man sizni o'zimni to'yimga taklif qilaman. Man uylanyapman. Sizga rahmat" deb kelishini juda xohlaymiz.